ziyod. Mamlakatimizda tabiiy resurslardan foydalanish masalasida yangicha yondashuv shakllanmoqda. Islohotlarning bugungi bosqichi aynan shuni talab etyapti. Jumladan, neft-gaz yo'nalishida ham. Tahlillar 2030-yilga borib yangi turdagi tovarlar tayyorlashni o'zlashtirish asosida neft, gaz, kimyo sohasida mahsulot ishlab chiqarish hajmini 3.2 barobar oshirish imkoni borligini ko'rsatmoqda. Qashqadaryo viloyatida tashkil etilgan seminarda neft va gaz konlarini ishga tushirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalalariga e'tibor qaratildi. Poytaxtdan 500 kilometrdan ziyod janubiy yo'nalishdagi masofa, So'lim, Qashqadaryo vohasi. Unda nainki yer usti, balki yer osti boyliklari ham bisyor. Ma'lumotlarga qaraganda mamlakatimizda qazib chiqarilayotgan tabiiy gazning 70%, neftning qariyb 78%, gaz kondensatining 80% mazkur viloyat hissasiga to'g'ri keladi. Iqtisodiy imkoniyatlar evaziga shakllangan investitsiyaviy jozibadorlik bugun xorijiy sarmoyadorlar qiziqishi va oqimining kengayishiga xizmat qilyapti. Mutaxassislar yalpi hududiy mahsulotda ushbu soha ulushining 38% ga yetganini, sanoatga uzluksiz ilm-fan yangiliklarining joriy etilayotgani bilan izohlashdi. Binobarin neft va gaz konlarini aniqlash, ishga tushirish hamda ulardan foydalanishda fan, ta'lim, ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini takomillashtirish talab etiladi. Ayni maqsadlarda o'tkazilgan seminar ham oliy ta'lim muassasalari olimlari, ilmiy tadqiqot markazi ixtirochilarining, sanoat korxonalari rahbar hamda mutaxassislari bilan hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamladi. Quduq tubiga ta'sir etuvchi usullar deymizmi, mahsulotlar qatlamiga ta'sir etuvchi usullar deymizmi, mahsulotni tayyorlash sifatiga ahamiyat berish deymizmi, bular borasidagi juda ko'p ilmiy tadqiqot ishlari o'z natijasini topmoqda. Tadqiqot aslida amaliyotdagi natijalari bilan afzal, ayniqsa energiyadan foydalanish samaradorligi, shuningdek, sanoat korxonalaridan atmosfera chiqindilarini qisqartirish borasida olib borilayotgan izlanishlar hozirda Sho'rta neft-gaz korxonasiga ham tatbiq etilayotgani bilan yanada ahamiyatli. Degazatsiya gazlari bu mashalaga tashlanadigan past bosimli qurilmadan chiqqan texnologik gazlar bo'ladi. Demak, bular shularni unumli foydalanish uchun biz bunda gazoturbinali elektrostansiyalar qurganmiz. Hozirgi kunda har bir rayonda stansiyada bir kunda demak 2 megabayt elektr energiya ishlab chiqarish quvvatiga ega. Qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda masalan par ishlab chiqarish uchun eng katta energiya sarf qilinadigan bo'lsa, biz demak shundan hozirgi kunda loyiha ustida ish olib boryapmiz. Demak, mo'ri gazlardan, mo'ri tutunlaridan demak o'sha teplaminik yo boshqa analoqlar qo'yib par ishlab chiqarishga yoki bo'lmasam elektr energiya ishlab chiqarish demak variantlarni ko'rib chiqamiz. Muloqotda konlarda ishlashning zamonaviy usullari, chuqurlikdagi nasoslarni ishlatishda tasmali yuritgichlardan foydalanish texnologiyalari bo'yicha o'zaro fikr almashildi. Tashabbus bu ilg'or g'oyalar, foydalanilmagan imkoniyatlarni harakatga keltiruvchi kuchdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun har yili o'tkazib kelinayotgan tashabbus ko'rik tanlovi yurtimizda o'zining samarali yangi quvvatlar evaziga ko'paytirish ko'zda tutilmoqda. Umuman amalga oshirilayotgan loyihaning umumiy qiymati 130 million yevroga teng. Yaratilayotgan ish joylari esa 600 dan ziyod. Mamlakatimizda tabiiy resurslardan foydalanish masalasida yangicha yondashuv shakllanmoqda. Islohotlarning bugungi bosqichi aynan shuni talab etyapti. Jumladan, neft-gaz yo'nalishida ham. Tahlillar 2030-yilga borib yangi turdagi tovarlar tayyorlashni o'zlashtirish asosida neft, gaz, kimyo sohasida mahsulot ishlab chiqarish hajmini 3.2 barobar oshirish imkoni borligini ko'rsatmoqda. Qashqadaryo viloyatida tashkil etilgan seminarda neft va gaz konlarini ishga tushirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalalariga e'tibor qaratildi. Poytaxtdan 500 kilometrdan ziyod janubiy yo'nalishdagi masofa, So'lim, Qashqadaryo vohasi. Unda nainki yer usti, balki yer osti boyliklari ham bisyor. Ma'lumotlarga qaraganda mamlakatimizda qazib chiqarilayotgan tabiiy gazning 70%, neftning qariyb 78%, gaz kondensatining 80% mazkur viloyat hissasiga to'g'ri keladi. Iqtisodiy imkoniyatlar evaziga shakllangan investitsiyaviy jozibadorlik bugun xorijiy sarmoyadorlar qiziqishi va oqimining kengayishiga xizmat qilyapti. Mutaxassislar yalpi hududiy mahsulotda ushbu soha ulushining 38% ga yetganini, sanoatga uzluksiz ilm-fan yangiliklarining joriy etilayotgani bilan izohlashdi. Binobarin neft va gaz konlarini aniqlash, ishga tushirish hamda ulardan foydalanishda fan, ta'lim, ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini takomillashtirish talab etiladi. Ayni maqsadlarda o'tkazilgan seminar ham oliy ta'lim muassasalari olimlari, ilmiy tadqiqot markazi ixtirochilarining, sanoat korxonalari rahbar hamda mutaxassislari bilan hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamladi. Quduq tubiga
qatlamga ta'sir etuvchi usullar deymizmi, mahsulotlar qatlamga ta'sir etuvchi usullar deymizmi, mahsulotni tayyorlash sifatiga ahamiyat berish deymizmi, bular borasidagi juda ko'p ilmiy tadqiqot ishlari o'z natijasini topmoqda. Tadqiqot aslida amaliyotdagi natijalari bilan afzal, ayniqsa energiyadan foydalanish samaradorligi, shuningdek, sanoat korxonalaridan atmosfera chiqindilarini qisqartirish borasida olib borilayotgan izlanishlar hozirda Sho'rta neft-gaz korxonasiga ham tatbiq etilayotgani bilan yanada ahamiyatli. Degazatsiya gazlari bu mashalaga tashlanadigan past bosimli qurilmadan chiqqan texnologik gazlar bo'ladi. Demak, bular shularni unumli foydalanish uchun biz bunda gaza turbinali elektrostansiyalar qurganmiz. Hozirgi kunda har bir rayonda stansiyada bir kunda demak 2 megabayt elektr energiya ishlab chiqarish quvvatiga ega. Qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda masalan par ishlab chiqarish uchun eng katta energiya sarf qilinadigan bo'lsa, biz demak shundan hozirgi kunda loyiha ustida ish olib boryapmiz. Demak, mo'ri gazlardan, mo'ri tutunlaridan demak o'sha teplaminik yo boshqa anonlar qo'yib par ishlab chiqarishga yoki bo'lmasam elektr energiya ishlab chiqarish demak variantlarni ko'rib chiqamiz. Muloqotda konlarda ishlashning zamonaviy usullari, chuqurlikdagi nasoslarni ishlatishda tasmali yuritgichlardan foydalanish texnologiyalari bo'yicha o'zaro fikr almashildi. Tashabbus bu ilg'or g'oyalar foydalanilmagan imkoniyatlarni harakatga keltiruvchi kuchdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun har yili o'tkazib kelinayotgan tashabbus ko'rik tanlovi yurtimizda o'zining samarali